Bir necha daqiqalardan so'ng Turkiston san'at saroyida yosh ijodkorlar tomonidan milliy kuy-qo'shiqlarimiz, mumtoz maqomlarimiz jonli ijroda tomoshabinlarga taqdim etiladi. Hozir ichkarida tayyorgarlik jarayonlari va tashqarida tomoshabinlarning tashrifi davom etmoqda. Qayerdan tashrif buyurdingiz? Qashqadaryo. Og'ir maqomlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi qo'shiqlarni eshitaman deb kelganman-da. Yosh maqomchilarni ko'rmoqchimiz. Yosh maqomchilardan yaxshi ashulalarni eshitishni Munocat yo'lchi va qanday etgan bo'lsa, ular ham shunday etsa kerak. Biz asli Toshkentlikmiz, lekin yoshligimiz Ohangaron vohasida Obli qishlog'ida o'tgan. Shu yonida turganlar hammasi o'rtoqlarimiz. Demak, do'stlar Shular bilan madaniy dam olish uchun bugun maqom ansamblini, ashulalarni eshitish uchun keldik. Qaysi viloyatdan tashrif buyurdingiz? Bizlarmi? Qashqadaryolik. Qashqadaryo viloyatidan. Bu yerda hozir farzandingizga kimdir chiqadi, chiqishi bormi? O'g'lim Xudo xohlasa Quvonchbek Do'smurodov. Mana shu yerga katta bo'ldi, hisob ancha yil bo'lib ketdi. Hozirgi yoshlarga bilmadim, bizaga endi maqom oldindan eshitib kelingan, dam olingan, ertalablari radioni qo'yganmiz kichkinaligimizda. Unda dam olardik, keyin qanaqadir qo'yib o'tirsangiz rohatlanadi odam. Maqom hech qachon kerak bo'lmay qolmaydi, maqom doim bo'lishi kerak. Bu bizni eski ota-bobolarimizdan qolgan folklor qo'shiqlar bu yerda. Ayniqsa bizning yoshimizdagilarga juda yoqadi. Tadbirning asosiy maqsadi aholiga yuqori saviyadagi madaniy xizmat ko'rsatish, milliy maqom san'atiga bo'lgan qiziqishni oshirish, yosh ijrochilarning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda milliy madaniy merosimizni asrab-avaylash va izchil rivojlantirishdan iborat. Milliy mumtoz yo'nalishdagi konsertlarni sog'ingan muxlislar uchun juda katta sovg'a deb bilaman. Va bu yoshlarimizni bunday chiqishlari tahsinga sazovor. Chunki o'zbek milliy musiqasini, mumtoz asarlarimizni ijrosi o'zi murakkab va ularga mehr qo'yib, mana shunday konsert dasturlari tayyorlash oson emas va bunday vazifani ular ustoz boshchiligida, ustozimiz Abduhoshim aka Ismoilov boshchiligida a'lo darajada tayyorlashayotganiga yana takror etaman, katta bir tahsinga loyiq. Konsert dasturi milliy san'atimizning naqadar boyligi va uzviy davomiyligini namoyon etmoqda. Bahorning ilk kunlarida chanasishayotgan ohanglar tomoshabinlar qalbiga iliqlik va bahoriy kayfiyat ulashmoqda. Bu maqomni, folklor qo'shiqlarni hammasini biz yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz. Har bitta aytilayotgan qo'shiq yuragimizgacha, tugigacha yetib boryapti. Goh o'zim opera aytsam ham, lekin maqom san'atini juda ham yaxshi ko'raman, eshitaman. Goh-gohida o'zim g'irjakam chalib turaman. O'shaning uchun bugun konsert ayniqsa mana Ramazon oyida xalqimizga juda ham bir malham konsert bo'lyapti. Madaniy oziq olyapti. Bugungi aytilayotgan qo'shiqlar har bittasi did bilan tanlangan. Bularni eshitib biz juda ham xursand bo'ldik. Biz O'zbekistonda maqom janri rivojlanishda davom etyapti. Shu tarzda konsert dasturi tomoshabinlarga milliy merosimizning boyligini yana bir bora his qilish imkonini berdi. Yosh ijrochilarni qo'llab-quvvatlashda ahamiyatli bo'ldi. Har bir ohang, har bir ijro bugungi va kelajak avlod uchun milliy san'atimizning uzviy davomiyligini yana bir bora tasdiqladi. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun.